Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xolasa sizlarga 4 kilo yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Yurtdoshlar, 4 kilimizda ko'pchilik Danidon, Muhabbat opam pardachi bilan xudo xolasa ko'rib turgan ushbu Fayzi xonadoniga tashrif buyurganmiz. Pardalarini xo'shra etib, chiroyli etib, xudo xolasa o'rnatib bergan ekanlar. Bugungi videomizda birma-bir sizlar obzor etib beramiz. Sizlarga ko'rib kuzatib ushbu videomizni yaqin ko'rgan do'stlarimizga tashakkur etasiz. Assalomu alaykum deymiz. Yaxshimisizlar, xarmanglar? Salom. Muhabbat opam siz? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Xarmanglar el xizmatida. Xudo xolasa ushbu Fayzi xonadonimizga pardalarini tikib bergansiz Muhabbat opa. Bir chetdan o'zingiz ko'rsatib berasiz. Avvalambor shu klientlaringiz bilan bir salomlashib bersangiz, chiroylatib. Avvalambor hammaga, xalqimizga assalomu alaykum. Klientlarim, meni kuzatuvchilarim ko'p, hammasidan yaxshi ko'raman, hammasini nima deydi? Allohim panohida bo'lsinlar hammasi. Oilaga sog'lik tilayman. Hammaga shunday imoratlar, pardalar tiktirish, gilamlar to'shash hammaga nasib etsin, to'y bo'lsin. Gap yo'q. Buyonina xonadon egasi bo'ladi. Siz harmon salomatmisiz, charchamasdan. Gap yo'q, to'ylar bo'lsin deymiz, yaxshi kunlar bo'lsin deymiz. Xudo xolasa imoratlaringiz dim chiroyli bo'lib chiqibdi. Ko'rkina ko'rk bag'ishlab pardalarimiz chiroyli bo'lib turibdi. Necha kun, necha vaqtda ishlab berdilar? Asib pardalarni. Aytmanda. O'chim qahir so'ng aytaman. Oxirini yomonlamaydilar qahir. Yengam o'zim yengam, og'amman, bolalar. O'zim tikuvchilik bo'lishini men sababchi bo'laman. Boshlang deb ukama tiktirgan. Boshida go'ylak tikib bergan vaqtimda meni qiziqtirib berganlar. Rahmat yengam. Yana bu xonadon hozir Sanobar qizimizniki, yengamni qiziniki. O'zi giyo bolamiz dizaynerda, bizani Qozog'istonda o'zini ishlagan dizayner bilan uylarning remontlari bitdi. Pardalarni tanlashda giyo bolamiz ozgina yordam berdi do'konimga borib. Yana bu zaldan başlasak. Esa bismillah deb boshimiz yurtdoshlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Barcha yurtdoshlarimizning ishinde Fayzi xonadonlarda yashash, joy etish, joy to'ylarini berish nasib etsin deymiz. Ko'rib turganlaringizning chiroyli etib, remontlar ham zo'r bo'lib qo'shib turibdi pardalarimiz. Sigrankiga pardadim chiroyli ko'nadi, sirajli qara, aylana bo'lib. Sigrankiga qistirish sal qiyroq bo'ladi, to'g'rimi? Qiyroq. Yana do'stlar, ko'rib turganlaringizning nechik pardalarimizni qistirib berdingiz endi? Endi bu neoklassika fason deymiz. O'rtalarini ham alohida parterlarni tashab berdim yana. Chanel materiallarda, yana tukli tulladan, okean tulladan. Hammasini giyo bolamiz o'zi xalab berdi yana. Ko'pincha yana bahramalarni qo'ymasadik chetlarini zakaz bilan qo'ydik yana. Bam açıp turibdi, ko'rkina ko'rib bag'ishlab. Dumzo'r bo'lib turibdi. Bu joyda ko'rpachasini masladilar. Sal okean svet ko'zatibdi, sal tashlanib tursin, devalimiz maloshniku, hamma narsa tushaveradi maloshni devalada. Yo'balamizni dizayni bu stollarini keyin tikdim ina. Stollaridan shu dasturxonlarini ishlab bergansan. Ina klyonkisi, ina klyonkisidan munchoqlari bilan dasturxonni, ina to'ylarga yozilsin dasturxonlari. Gap yo'q yana. Hali tozaja endi ko'chdilar. Hali xudo xolasa to'y endi bo'ladi. Juda ham zo'r. Ro'paramizda eshikimizda nijniy. Ana, dim xo'shroq bo'lib turibding. Sirt ko'rinib turishini istadilar. Ya'ni yorug'lik tushib turish uchun. Ha, kelgan ketgan ham ko'rib turamiz deb. Chunki uylari hovlining o'rtasida bo'lgani uchun. Yoqamiz endi ina. Endilikda ro'paramizda xudo xolasa. Buyon tarafdan shu gilamlari, remontlarga qo'shib turibdi. Yurtdoshlar ko'rib turamiz. Ina. Kardimizmi, ina yebar bersang shunday skladkisi o'zina kelib turadi. Endi xo'shroq bo'lib turadi. Xo'shroq bo'lib turadi. Endi ikkinchi zalimizni ko'rsatamizmi? Ya qizimiz spalnisini ko'rsatib ketaverik. Farqi yo'q. Bo'ldi aka, ina. Bu Ruxshana qizimizning spalnisi. Qiz bolaga mos etib gifyor qo'ydim ustiga ina. Oho. Ina qara. Ina. Gifyorimizni zubchiklaridan taxlab berdim ina. Ina, juda ham ajoyib. Barcha nasib qilsin, qaranglar. Nechali desanglar shuncha xo'shroq etib, o'zlaridan bir ideyalanib, Muhabbat opam xudo xolasa zo'r etib ishlab beradi. Bu yon taraf yana gravaj qismi bo'ladi, qaranglar. Bu yon taraf ham xo'shroq bo'lib turibdi, barcha nasib etsin. Ayollar zali, arg'i, mujskoy zaladi. Ayollar zali. Buni ham ko'rpachasini hozir döşadik mana. Buni ko'rpachasini Mardonbekka tiktirdik. Bozordagi uni hammadan edi. Ina bam 6 grankiga teatr. Ina. Bu teatrni o'zing bilasan, ko'p pardachilar bilan ham ishlash bersan, trenddagi teatr. Keyingi moda. Salmon tikish qiyinroq, murakkabroq, lekin chiroyli ko'rinadi ina. Shunday turgan vaqtda ishni kelib tursa, teatrimiz zo'r tikilgani bo'ladi. Gap yo'q. Aynan shu bu maloshniy sveta, bu fustashki svet. Fustashki. Dim zo'r tushadi ekan, tilla svetimiz. Ha, ochadi hozir. Endi devalimizda mena bor-ku ozgina. Ina,
Azgına çiziklarimiz bazı. O deydi bunun adlarını ben tapalmayın kalamam lekin remontda Yine yapılan. nerjaviki da baytallar köpçilik yine. yine. Taş şuna düşüp duruptu karangla gap buluşu mümkün emas. Yine körpeçeler hem dım zor bok koşup duruptu yine karangla. Köppeçesi. Hazır şunday köppeçe perde komplekt tikip turibmiz. Men bunday joylardan dım köpsini chiqarib turibman Sirojbek, lekin ya meni vaqtim bo'lmay qoladi, ya seni vaqting bo'lmay qoladi. Yine xudo xolasa tez chiqarishga harakat etamiz Chiqarib yurtdoshlar. ko'rsatib beramiz. Xalqimiz ko'rsin. Görüp gözü kuvanadı. İyi Elbette. hareket eder adamlar. Şimdi yine bir de spalnyamız var. Hop. Bir an taraftan Spalnya. spalnya xonamiz bor ekan. Yurtdoshlar yine Buna görüp turanlarınızı. patologimizda yine lüstranı göstereyim. Lüstramızda kara uzorları bo'lgani uchun yine kara perde tiktim. Yine Diana degan materialdan. Bunu yaxshi afzallik joyi. Shunday o'zini tartsa ochiladi yine. Oho. Udobniy ekan. Bızıladigan ham yeri yo'q. Amerikanskiy korsaj etdim yine. Skladka o'zi berib turadi yine. Gap yo'q. Yine. Juda ham zo'r. Yine qaranglar. High-tech fasonda tiktim. Gap yo'q. Materiallar ham zo'r bo'ldi, fasonlar ham. Yine. Endi Aynen şu görüp turan bolsanglar patolog hamda lyustralar tushadi ona deb dim xo'shroq bo'lib turibdi. Shunday qarasanglar yurtdoshlar. Gap bo'lishi mumkin emas yana. Mayda detallar ham inobatga oladilar qaranglar yana. Ha, o'zi mayda detalda hamma gap. Uyning interyerine salgina moslash kerak, shunda pardamiz o'xshaydi. Endi kuxnyamizga qarang, ixchamligini dumam katta emas, normalniy. Ben oshxona. Oshxonamiz. Endi bu oshxonamizda tikilib turgan pardani uzoq bo'yi bir ko'rsatib bersang, dim chiroyli ko'rinadi suratda, videoda. Gap yo'q yana qaranglar. Endi buni ham nishatib ishlab qo'yibman-da yine. Kolso atmadim, baget atmadim yine. Shunday patologini shunday ko'rsatib ber, amerikanskiy korsaj degan bu yangi korsajda bu endi. Yine. Skladkisi o'zida turibdi yine. Qara, men taxlamadim yine. Уже o'zida yine. Yine. Ishlatadi, egalari ansatqina tartada qo'yadi yine. Amerikanskiy korsajda kimga shunday pardalar kerak bo'lsa aytaveradi. Yupsmaka o'ng'ayli materiallar, ochib yopmak ham o'ng'ayli materiallar. Juda ham zo'r, barcha nasib qilsin deymiz. Endi Gap yo'q. Nere qoldi endi? Endi hozir 2 zalni ko'rsatdim, 2 spalnyani ko'rsatdim. Bu dalanimiz, endi biz annamizda oshxonani ko'rsatdik. Sanober Gap yo'q yana Indiga yurtdoshlar. osmonni uyni egasi ko'rsin. Yine. Aytsin. Birma-bir odzivlarini bilamiz. Yurtdoshlar bilasizlar, har videoda Muhabbat opam bilan oxirinda shu xonadon egasini birma-bir odzivlarini so'raymiz. Nechik yoqdimi sizlarga deb, lekin menimcha o'zlaringiz ko'rib turgan bo'lsanglar, barcha yoqqan bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Jiyanim, faqat jiyanim bo'lgani uchun emas, men hamma klientimga oxirinda shunday 3-4 kat joy tikkanlarga bir dasturxon, podarkalarni atdima, stolga bezidi ularni. Ya'ni podarkalar ham bo'ladi. Bo'ldi, berdim. Bommaga podarkalarni berdi, rahmat. Xudoyim shu. Yengam yana podarkalar chiqdi. Bir berdingiz-ku endi, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, Xudoyim. Xudoyim kasbkorlaringizdan barakat bo'lib, shug'una qizimni o'g'li bo'lib, Amin. shunlardan burun şu imaretlerinde taza cayında beşik toylarını verip oturuş müyesser et. Amin. Aytmayın. Üzerinin baş kaş bulup yürügisiler. Kesplerinizden sırası falan. Rahmat. Bereket. Rahmet. Rahmet. Razı bulunma mehmetlerin. Razımız, ming razımız. Ağam bilan ko'shak qarabsam, katta ajlara borib o'tirmak nasib etsin. Xudoyim shu Sanober jiyanim bilan giyo balamiz ham ko'shak qarab, shu ruxshona qizimiz izina o'g'il ukalari bo'lib ketib, Allohim beshik to'ylar asrajiddin ham aytmak nasib etsin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Amin. Amin. Tapkalar yaxşı günler buyurun. Razımızsan axir? Sen şartı topşırdık, oylağımızdan ham ziyade. İlahi. Giyo balam da o'lni bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Sen eshitib turgan chiqar. Kazakstan kofe bilan shokolad topib keladi shunda, ana. Gap yo'q. Sirajiddin ikkimiz deb qo'ying. Yine. Yurtdoshlar, sizlar ham shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda Muhabbat opam pardachini Instagram profillari hamda o'zlarining shaxsiy nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefonlashasizlar. Qachon bo'sh bo'ladi, qachon tikib beradi. Endilikda Muhabbat opa shunda savol tug'iladi. Maksimal darajada nechalik tezroq tikib berasiz klientlaringiz uchun? Endi shunday to'g'risini ayting, hozir yengam javob bera olmay qoldi-ku savolingga. Bularga bir 2 oy cho'zildi, o'zing bo'lsa shunday bo'ladi ekan. Yoki ne dedi giyo balamiz, eldinden pul bersang shunday bo'ladi ekan deb ham hazilga yo'yib qo'ydi. Rahmat. Sardaram rahmat. Meni shunday ishonib, shu eldinden pullarni berib, meni kutganicha avvalambor Sardar giyo balamizga rahmat. Bularniki bir 2 oyda keldi, kimnikidir 1 oyda keladi. İşi koğuşsina hazır. Raddoma gittim yok mu bilmeyin durupman. Gülnaz akizimiz bu 6-cı. Manglay koğuşsundan perdelerini tikip yurtman. Siyli joy shunday.
Şularınki misal üçün tüneyi 2 gündə hep geldim bir pərdəsini. Kimlərdir? Bir gündə buyurtdurdular. İlacım yok. Biröynü koyaman da siz yaxşı deyman da bərgin tikəmən. Şu zakaz şuna indi klientlərim üçün aytıyatırğanım. Heç xavatır amanla kimədir sroçni bolsa tikib bərəm arasında. Çünki işçilərim var, bizim gəlinim tikədi, uyda ailəvi biznesimiz ko bizəni var. Ailəvi işimiz. Şunun üçün bemalol müraciət etəversinlər. Qıstağa məsadan mekəni aylab sürəmən, yox mənə tez də gələn vaxtında tikib bərəmən. Gap yox. Xudo xolasa heç kim narazı olmaydı. Narazı etdim mən. Xudoya şükür. Mən 20 yıl, 22 yıl burunғы klientlərim yenə izləb gəlib durdular. Ona şükür. Çünki mən ilim izləşdə, oxuşda, mələk aşırışda toxtama yatırman. Olayıb toxtamağıyman. Yenə davam etəvərgimən. Çünki əvvəl oxutucu boğanman ki, biləsən, əvvəl özüm aytıb etdim, özüm 30 yılғы texnolog oxutucuman ki, bıltır pensiya çıxdım məktəbdən. Çünki şunun üçünmü, şu izlənib, yenə oxub, yenə mələk aşırıb, işimi davam etə, niyyətim var yenə. İşləb durubman. Yurttaşlar bize hazırki günde Törtgül tüməni aeroport palasa tərəfdəki Feyzli xanadanımızı bir xatar abzor etib bolduq. Endilikdə növbətdəki mənzilə baramız, yəni bazar tərəfdəyikən. Sinifdaşım uyuna baramız. Sinifdaşını bir xatar abzor etib baramız, siləsə görüb kisətib bara verəsilə. Yurttaşlar endilikdə növbətdəki Feyzli xanadana gəyəmiz, bir ilə polni həmmə pərdələrini özü istikib bərgənsən. Həmmə xanasına. Bir çətdən başlayımız. Bu kətdə zal qismə ikən. Bu en kətdə zalımız. Bu yeni remontdan çıktı bir. Bunu indi fasonuna gəlsək, bu senyorita fasonu, yine bunu banan deyimiz yine. Yine bunu gafri material, yine heç kimə elə əpkəp tikmədim bunu. Ben Taşkentdə ustazlarımız tikkəndən görüb ap gəvədim. Yine senyoritası bu, yine. Kətdə pano güllü tüllədən koydum. Yine kaşlı, Swarovski taşlı. Bu zalımızını polni ettim aynasını. Çünki kətdə zal boğandan keyin körkünə körk bağışlap durdu. Gap yox. Dəpələrim xoşrayıb oturdu. Pərdəni qara etkənimdən keyin şətdim. Yine stolumuzni tiyinə qara çexol bilə işləb bərdim. Yine qara çexolunu əlaqada koydum. Yuşlarına udobni bolsun da yine. Gap yox. Stolları bilən. Eşkimizə gəlsək, Karangsıra ciddin. Yine bu bilməgə adam təyyar dab olaydı. Bu ruşnoy rabota. Mən kol mexnəti bu. Buna özüm material yapıştırıb, onun üstündə yine plankilərini yapıştırıb. Vay yine. Çünki aynamızda koyğanımız boylukumuzdan eşkimize koyuşa doğru gəlmədi. Şundan ki özüm bir-birisindən maskəsində işlətib bərdim. Kol mexnəti şunda. Dım kuvandı. Bu sinifdaşım üyü aslı. Dım kuvandı bunu tikib bərgənimə min rəhmətlə aytdılar. Ənə şu giləmlərəm zor bob qoşub durdu görüb duranlarınızı. Həmmə nərsəsi bir-birindən mas gəldi. İndi yine bir nama tibet ketəvərin. Bu yeni moda. Hələ bir 4 ildə bir 2 adama tik desəmən boladı. Hamut. Hamut moda. Şöyle mas geldi mam. Düdəyəm xoşray çıxdı. Siz yaşkirəyin bər özünə cəlbət tartıb duradı. Gap yox. Xıcamligine. İndi yan tərəfdəki xanadanlarından tikib bərgənsiniz. İki xanası, bunda mujskoy, jenski zal. Yine bu girəvərişimizə yub sıkışa onaylı bolsun deyib turbağa gizib koydum. Bunu həmmə bilədi. Felicitanı duvayını oyatıb koydum yine üçün 2 güllü. Gap yox. Turbakəriniz, Turbakəriniz, hə? Klientlarım aytışım ki, bundan önce 2 gül, mən üyümə bir gül tikib bərvədik deyiş üçün, oylamaslık üçün düşüntürüb durma. 2 boydan taşağanmam mın ayna. Çünki gülü köprak görüntürtdü. İndi yine bu, yine. Oho. İtalyan moda. Bu İtalyan moda, köpçülük bana tikdirgen. Pano partirlarını koyup, yine. Gap yox. Yine bu. Patolog deyir, rənglərəm, bunu etibar bəribsən. Patolog deyir. Kaysıdır divalda ya ki giləmdə bir nəsəgə mas gəlişi gerek. Lekin polni divala maslamayımız. Əgər bunu divala maslağanımızda sihir yetişimiz gerekədi ya ki kuru maloşni yetişimiz gerekədi. Onda acıralmayın kaladı. Şu üyünü içində, üyünü interyerinə degen vaxtı bir nəsəsindən maslab ötüb getəmiz. İndi bu pərdəmizdə, işıl partiyerdan körpəcə yastık sakaz bərib qoyubdular. Uspet et almadım bunu. Yine körpəçələr azı başqası. Lekin azı danli momentdəki bu körpəçəyəm, aynən şu pərdəmizi, kaptalları götürən olsanlar, cüdəyəm zor bu xoşlar. Yine dasturxanlarına bunu skladki salınmıydığın, teatr kurjova deyimiz, bu kəm çıxıraq, tərəng tartılıb durdu yine. Azıraq gedədik uca. Şunu yatıb tikib bərdim. Çünki bulanın bir 7-8 stoluna tikkəm mən. Gap yox. İndi aslında bulanı, üyünü, yani saval bərdiyin kunçəl vaxtda tikdinizdə. Avan. Bula yeni yıldan burun tikilgən. Lekin dalanını axırki mərtə tüneydiler toy bərdilər, şu vaxtında tikib çıxıb getkən. Gap yox. Yəni teatr. Bu teatr yine. Başqaça variantda yəni. Kətdə zala yine şu teatrdan yaraşdırdı. Üyünü bələndlikini qaranla. Gap yox. Münçəli bələnd yer. Əvvəlki pərdəsəm dım zor adamını.
reklamalarıma koyup, evvelki alıp taşıgan perdemi reklamalarıma koyup, bunu görüp neçe klientlar çıkkan bana. Xuda xalasa bunu görüp hem adamlar tiktiredi degen ümitleme. Yine tovarını gösterdi beri. Yine bu partiyerimiz, materyalımız yine bizamıcımız Atlasıvi Çisti Türkiye partiyerinden yine kambiron etip işlep verdim İpek Kadife bilen. Gap yo'q. Yine. Yurtdoshlar bemalol kelaverasizlar. Agarda shu narx navosi sizlarni qiziqtiradigan bo'lsa, Muhabbat opam nomerlarini qo'yib qo'yamiz. O'zingiz bemalol telefonda gaplashib, xudo xolasa zakozni beraverasizlar yana. Xudo xolasa yine el xizmetindemiz. Keçeni keche, gündüzü gündüzde men klientlarim biladi. Köp adam mendan saat 3'te, dangi 4'te qaytamiz. Çünkü klientimiz davolni bo'lib qolsa, o'zlarimiz dam olganga o'xshaymiz 200 soat uxlasak ham. Klient oxirida tabassumini görüp, rozisiligini görüp ham charchaklarimiz chiqib ketaveradi. Charchakimiz chiqadi. Hozir bu klientimizdan ham bir ozgina intervyu olik desa, uyinda mehmon bor ekan. Shuning uchun bezovta qilmayin dedim. Katta xonadan da bu katta xonadan. Shundan keyin o'zim endi klientim davolen, yana bu joydan ham stollarini tikdim. Hamma joy endi ko'rpachalarim map kelasizda, shunacha gilamimizga getirib qo'yaman dedi. Gap yo'q. Yurtdoshlar, sizlarga shunday yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Kimda shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Muhabbat opamni Instagram profillari hamda telefon nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz. O'zingiz bemalol telefonlashib xorlassanglar bo'ladi. Muhabbat opa, videomiz sonunda nima diyeceksin endi? Videonun sonunda yurtdoshlarım ham shunday xonadonlarni, imoratlarni remont etish, perdeler tiktirish, to'y berish asnovoy, dasturxonlar yoyish hammaga nasib etsin. Kimda kime shunday perdeler gerek bo'lsa, kimdir boya aytgandek qistog'li desa, uni ham imkonini topaman. Qarzina desalar, klientlarim biladi, yordam etib yuribman, 1 oy, 2 oy ichida bo'lib beray. İmkaniyetim ham bor, çünkü material o'zimda bo'lgandan keyin o'zim sotaman, o'zim dizayner, o'zim tikaman, hamma narsa oilaviy bo'lgandan keyin bizada Xudo xolasa imkon darajasida yordam etaman odamlara. Azmaz qarzina bo'lsa ham 1-2 oy yordam etasiz. Gap yo'q. Xudo xolasa yordam etaman. Agar dim yetar yetmas menda, endi yetar yetmas odam yo'q, hozir bu dunyoda hamma boy, Xudoga shukr deyim. Endi bir nima deydi bir salgina bir toza joy edim, ne deganlar bo'lsa, 1,5 shunday ham yordam etaman. Gap yo'q. Xudo xolasa, kelaversizlar bemalol. Sen Muhabbat opa, rozi bo'lasiz, Xudo xolasa, biz ham rozimiz. Xudo xolasa yurtdoshlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'ling. Hammasini yaxshi ko'raman. Xayr hammaga.